Kaptar ishqibozlari, mana bugun sizlarga dezinfeksiya, oddiy dezinfeksiyaning yo'li. Oddiy mana alyumin sim, mana ichida ham bor. Shuni solamiz ichiga. Keyin mana bu vet aptekada bor, yod adnaxlaris oti. Shuni qo'shsa, oz ko'rasizlar, qo'shama o'z reaksiyaga kirishadi. Mana yod adnaxlaris. Mana boyagi alyumin solingan bankaga qo'shamiz. Bo'ldi. Bu hozir reaksiyaga kirishib tutiydi. Mana ko'rasizlar, reaksiyaga kirishyapti. Sekin-sekin. Hozir mana kaptarlar hammasi o'pkada shamollash chiqib ketadi. Bitmit, murga, keyin infeksiya kasalliklar polniy o'lib ketadi. Mana doni ham turibdi, suvi ham turibdi, ish bora qilmaydi. Yangi ochgan piskullarga ham ta'siri yo'q. 20 minutlarga kaptarxonani dimlab qo'yasizlar. Mana shu ro'zvichton hamma kaptarlarni dezinfeksiya qiladi deb shamollashini chiqarib tashlaydi. Mana boshlan.